Hürmetli vatandaşlar, leksiyalarımız ayaklaştı. Endisler kısa haber orunda bir işki. Torbetki çıkan mavzularını elip geldim. Hazır torbetler bugün keçeden başlap sel cimrek bir işke noktaya çıkıptı. Başkalar cim durup Bugün çislağa işkemen 21. ayının 7. günü kısa haberler. Mesela bunda tepti bir mavzuda 2020 yıl çoğun sayılam. Amerika'da demokratik tüzümle ahırlaşkanlığının büyük namayendisidir. Min Ceng Tahrir bölümü. Çin Xi Jinping, Min Ceng televiziyası. 1. ayının 7. günü YouTube. Donald Trump'tan keyin yana bir Trump'ni o'ttirg'i çıkmaydı. Bizden mas'uliyetimiz Sibih'tan 1. ayının 7. günü YouTube. Yani Donald Trump'tan keyin yana bir Trump hem de o'ttirg'i çıkmaydı. Yana bir haber. Chiroy farqlantirish Yumtal şirketi mundaq ko'rsatdi. Davlat Meclisi'de birleşme yig'in o'tkazilayotganda Davlat Meclisiga bösüp kirgan namoyishchilar arasida ko'z bo'yab qatorga kirib olgan Antifaning a'zolari bor edi. Shanghai Hong Kong Büyük İra Birleşme kanalı 1. ayının 7. günü YouTube. Her qaysı joylardan namoyishchilar Washingtonga yetib keldi. Washington odam dengiziga aylandi. Ümit sadası 1. ayının 7. günü YouTube. Yana bir haber. Donald Trump'ın qo'llig'ichilar Davlat Meclisi binosiga bösüp kirdi. Amerika bölünüşki yüzlendi mi? Shanghai'da Hong Kong'da bastırışga başladı. Jungo Zorwan xalq hakimiyetinden hazır Zorwan xalq hakimiyetimiz Zorwan devlet hakimiyetinden endilikte radikal mustabitizm davriga kirib keldi mi? Pulga qaraydigan yillar. YouTube 1. ayının 7. günü. Bu bugunlarga yetib kelgan ekan, ba'zilarining mavzularini yuqorida ekan tushundinglar vatandaşlar. 1. ayının 6. günü yarım kechida soat 3'te Amerika Qo'shma Shtatlari Prezident Trump hükümetinin muavin prezidenti Mike Pence asas qonunda belgilangan nizomnoma ve qonunlar bo'yicha shu kuni, yani 1. ayının 6. günü Amerika'da prezident saylamining eng oxirgi kuni saylovchilar bileti grupasidan keladigan bilet konvertini ochib Eningga qarshi turg'ili rad qilg'ili bo'lmaydi degan mazmunni e'tirof qilib, Joe Biden'ning 306 parcha bilet yoki ovozga erishib, kelgan navbatdagi prezidentga saylanganligini e'lon qildi. Shuningdan keyin hozir tungi kecha yarim kecha soat 3 desangiz, hozir hisobda necha bo'ldi? Hozircha aytganda 8-9 soatdek bo'ldi. To'g'ri betri kirib qaraydigan bo'lsangiz, kona. Siz bizga tanish odamlar, masalan, Li Yiping degan kishi yo'q. Li Muyang degan büyük İra torbetining odami o'mi yo'q. Ondan Go Baoshing degan o odam yo'qolg'ili 1 oy 2 oydan oshdi. Nada hozir uni huquqini olmaydi, chiqmadi torbetga. Endi sizlarga uchraydiganlarga aldıranğa. Bayvacha Govingui degan hozir to'g'ri yo'qolib ketdi, 15 kundek bo'ldi. Endi davomli so'zlab turdi. Allohning Johnson degan demokratchil bu kishi hozir xalq gazetini imdayotdi, Nur gazetini imdayotdi, Wenhuibao nima deydi, junguni ichki ishlarini andi-sandi so'zlayotdi, ular yo'qolib ketdi. Hisobda andi-sandi chiqadi. Ammo Shitao bu to'xtamay so'zlab kelyapti. Bugunmi, tunugunmi uning xabarlari bor. Lekin o xabarlarda buning ma'ni nima, bu mavzularga
Münasibetsiz boğallığı üçün elep çıxındaq vatandaşlar. Andım Maşan deydiğen yakından biri tor biti kirip nayta aktif faaliyet kılıp atkan Xitay demokratlarının biriydi. Onun mavzuları jirik mavzularını koyatı oturga. O mazır bir 2 gün oldu. Tüzek haber yok. Hesapta hazır endi hesapta Amerika'da prezident sayılımı ayaklaştı, ahırlaştı değil. Ahırlaştı değildi. Yani degендek 1. ayının 6. günü ahırlaştı. Endi aldığımızda 1. ayının 20. günü yangi prezident bop saylangan Joe Biden Aksaray'a kirdi. Şunundan keyin siyasetler qandaq belgilindi, siz biz onu dikkat kılıp turamiz. Hazır burun şu ilan qilishdan burun tor betriga chiqqan xabarlarda ihtimal prezident Joe Biden bu qitim Jungoga qarata siyaset belgilaganda belki prezident Trump'ның siyasetinden qattiq siyaset belgileşi mümkün dedi. Şundaq münazirlar o'tirg'i chiqdi. Andakin biz bazı maqolalarning, mesela avvalgi hukumatning siyasetlerinden köp hollada chekinmaydiganligini til gelip ötüştü. Endi şu ağırlıkta biz tünügün nima dedik? Prezident Trump tuyuqsiz Tayvan'ı ziyaret qilishi mümkün mü degan edik. Lekin u gap undaq chiqmay hozir. Devlet Mahkemesi'nin başlığı Devlet İşler Katibi Mike Pompeo hazır Amerika Qo'shma Shtatlarının Birleşken Devletler'de daimi turuşluq vakili Kelly Crabb hanımның Tayvan'ı ziyaret qiladiganligini xabar qildi. Bununla derhal Jungo hükümeti taraftan degandek asaslı bayanat ilan qilib narazılığını bildirdi. Bunun akıbetiga sen cevap bulasan degan gap to'xtadi. Burunqi ko'nalaqa maqomdiki yodli bilishlar yo'q. Bunun akıbetiga o'zing cevap bulasan dedi. Qarshi bayanat ilan qildi degan gap tuyuqsizligi vaqt aniq emas. Tayvan'da qachon ziyorat qildi bu vaqt aniq emas. Endi shu oldimizdagi 14 gün içinde prezident Trump Aksaray'ını boştup yenip çıkdı. Endi ötkünçü devir, tek yoluyla ötkünçü hukuk tapşırış devri. Şunun bilen Amerika Qo'shma Shtatlarida 20. yildagi 21. asrning 20. yildiridagi cho'ng saylam prezident saylimi ayaklaşkan bo'ladi. And Joe Biden prezident bo'lib kirdi. And uning siyasetleri Jungo siyaseti nima? Asosda o'tirib chiqishi mumkin. Vaqtda siz bilan biz yana birolar ko'rishib turamiz, tanishib turamiz. Bu voqea vaziyatlar bilan vatandosh. Men ishonamanki Amerika Qo'shma Shtatlari o'zining qimmat qarashlarining an'anaviyligidan va an'anaviy qimmat qarashlarining real ifodasidan hergiz vazgeçmeydi deb o'ylayman. Xo'jayin xonim, siz mi shunday o'ylang, bayonotchi xonim? Amerika Qo'shma Shtatlarida yaşaydigan xalqning soni 300 milyon. Bunda qaysangiz 300 milyon Donald Trump, 300 milyon Joe Biden Amerika Qo'shma Shtatlarida yashayotdi. Bu devletning fuqarolari deb shunday sanam. Xo'jayin xonim bilamda. Ancha-muncha mantaqa o'rganib qo'ying deyman, qarang. Bizdeki adamla mantaka deb yürüyemiz. Sizdeki adam degan bir çoğun devletden bayanat tutup, şundan bayanat ilan kılamdı. Mesela Şangang'da ötken yıl 7. yıl Kanun Çıkırış Komiteti hücum kılganlarını demokratizmçe, pandemokratizmçe, kişilik hukuk dedin. Bugün devlet meclisi gibi büyük kirgeler neymi oğlama okşar. Yanılışı demokratiya, yanılmış kılmet kararışları, an'anaviy qimmat qarashlarni Amerikani saqlab qolamiz, o'zgartmaymiz. Biz Amerika xalqida yashaymiz deyotganligi Xo'jayin xonim. Bu yerda Amerikaliklar hech qachon mintaqada ketib qolmaydi. Mantaqiy fikr qilishning yo'lidan hargiz chelib chiqmaydi. Undaq ishlarni sizlar qilasizlar. Jungolar qapandilar. Bu ishlarni sizlar qilasizlar. Bugungi leksiyalarimiz shu yergacha, hurmatli vatandosh. Xush vaqt bo'ling vatandoshlar.